Xoliddin Kasimov Toshkentda yashagan do'kon sotuvchilari bo'lgan shaxs. U 2009-2013 yillar orasida bir necha uylarni talon-taroj qilgan va zo'rlik bilan o'g'riliklarga qo'l urgan iddao qilingan. Nargiza Uzarova Jamoliddin Kasimovning sherigi sifatida tilga olingan. Urazova dastlab politsiya tomonidan ushlangan bo'lsa ham, Kasimov tomonidan berilgan pora tufayli chiqarib yuborilgan. Keyinchalik jinoyatlari aniqlangach, Urazova 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ular uy egalariga o'zlarini tibbiyot xodimi, ijtimoiy yordam yoki boshqa shaxslar sifatida tanishtirib kirganlari iddao qilingan. Jamoliddin Kasimov va Nargiza Uzarova jinoyatlar davomida o'nlab o'g'rilik va qotilliklar sodir etgan deb aytiladi. 2014-yilda Toshkent shahar sudi uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. Sud jarayonida ochiq aniqlanishicha, Kasimov hamda Urazova jami deyarli 200 ta o'g'rilik va 20 ta qotillik ishi bilan bog'liq bo'lgan. Ko'pincha yolg'iz qariya yoki zaif odamlar uylariga kirib, ularni aldab, bog'lab, xo'rlab, mol-mulklarini o'g'irlab, jinoyatlar davomida qariyb 20 nafar odam o'limiga olib kelgan. Holatlar qayd etilgan jinoyatlarni tergov qilish jarayonida ba'zi politsiya xodimlari ham pora olish va jinoyatni yashirishda ayblanib 13-14 yilga qamalgan.